Mana bizning Muzrabot tumaniga kirib kelibchi asosiy ko'chamizda katta qurilish olib borilmoqda. Biz oldin bu ko'chalarimiz tor, tanqis, bolalar maktabga borishga qiynalardi. Yo'lakchalar yo'q edi. Bu katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu o'zgarishlarni oldin biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib borardik. Mana katta texnikalar ishlayapti. Asfaltlarimiz juda chiroyli bo'lgan. O'zi yoritadigan yoritgichlar qo'yildi. Ko'chalarimiz yorug', shaharning ko'chasiday bo'ldi. Buning uchun muhtaram prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Butun xalqimiz nomidan, elimiz nomidan, mana shu qishloqdagi aholi nomidan rahmat aytamiz. Muzrabot tuman Mustaqillik mahallasida 68-yildan beri yashab kelyapmiz. Mana oldingi yo'llarimiz chang to'zon. Uyning oldlarida turib bo'lmasaydi, mashinalar o'tar edi. Uning shovqiniga, yo'llarda buzuqligiga, dang'ur-dung'urga uylar trisheniya berib chang to'zon bo'lib yotar edi. Mana muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning tashabbusi bilan yo'llarimiz mana obod bo'layapti. Mana oldin kelgan odam umuman qishlog'imiz abgor holda edi. Mana hozir keladi, umuman tanimaydi. Mana yorqin chiroqlari bor, Xudoga shukr. Asfalt qilingan eksuloy, latoklar qo'yildi. Hamma narsa o'z joyida chiroyli bo'ldi. Buning uchun prezidentimizga ming marta rahmat.